Endi oxirigacha turib berdi. Baq aka, Jasur. Aka dedi, mashina o'chmayapti, o'chira olmayapman dedi. Pulti qani desam, mashinaning egasi olib ketgan dedi. Keyin qarasam, "Men bu nima?" desam, "Mana pultni qaranglar. Pultga ham o'xshamaydi-da. Ko'ryapsizmi? Bagaj ochgich, o'zim ham tavakkaldan aytdim, rostdan pult bo'lib chiqdi. Lekin mashinaning bitta narsasiga besh ketdim. Qaranglar, yozgi kuni jonni huzur yeganda xolodilnikchalari bor ekan. Shizlik tablolar juda ham zo'r. Bu Xitoy atamankalar, qaranglar, oldida ham bemalol atamankalari bor. Masaj bormi? Masaj ko'rinmadi, lekin plus kojinli apshipkalar pastda plasmasda. Xo'p, orqasini ko'rsatamiz. Orqada atamanka yo'q ekan, lekin kengishroq ekan. Tushiramiz, nima bor ekan bu yerda. Mana aka zo'r ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Nima deysizlar mashina haqida? Juda ham chiroyli ekan, lekin rostdan ham Trekkerdan ozgina mayda, pastroq ekan, Trekkerdan maydaroq, pastroq. Lekin mashina haqiqatan zo'r mashina ekan. Menga yoqdi to'g'risi. Mana akalar, dahshat.